Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qırğınçılıqның namı Şərqi Türkistan temasida yığın açıldı. Türkiye'nin paytaxtı Anqaraga joylashgan Çatidar təşkilatının uyuşturucu bilan Qırğınçılıqның namı Şərqi Türkistan degan temada yığın ötküzüldü. Xitayning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm va besim siyosatlarının texmo eg'irlashayotganligiga agishib, Turkiyada Sharq Turkiston masalasi hukumatning siyosiy partiyalarining ommaviy tashkilotlar va xalq ommasining kun tartibiga kelishga boshladi. Bo'libmi yaqindan buyon ommaviy tashkilotlar, ijtimoiy uyushmalar va xalq ommasining kun tartibida Sharq Turkiston masalasi oldingi o'rinda turib kelyotdi. 2015 yılı 30 yanvar Cuma günü Merkezi Anqaraga joylashgan Çatidar təşkilatının uyuşturucu bilan Qırğınçılıqның namı Şərqi Türkistan degan temada bir yığın ötküzüldü. Bu yığınğa Şərqi Türkistan Ma'rif və Həmkarlıq Cemiyetining raisi Hidayatullah Oğuzxan təklif bilan qatnashib, Şərqi Türkistan masalasi to'g'risida so'z qildi. Hidayatullah Oğuzxan Şərqi Türkistanning tarixiy, coğrafiyasi və strategik ahamiyati to'g'risida to'xtalgandan keyin Şərqi Türkistan xalqining bugungi kunda duch kelayotgan diniy besim, milliy ma'arif, til yiziq, madaniyat va urf odatlarining xavfga duch kelishdek qiyinchilik masalalar to'g'risida to'xtaldi. Yig'inga ko'p sonda kishi qatnashgan bo'lib, yig'inda Uyg'ur farzandimiz Mujohid Qashqarlining jarangliq she'r o'qishi bilan yig'in zalida hayajonli kayfiyat shakllandi. Yig'in nihoyat samimiy qarindoshlik kayfiyati ichida oxirlashdi. Yana bir tarafdan 30 yanvar Juma kuni Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyatining raisi Hidayatullah Oğuzxan Anqarada bir yurish ziyorat elib berib, Türkiye Ma'muriy kadrlar uyushmasining raisi qatorliq bir qancha tashkilot va organlarning mas'ullari bilan uchrashib, Sharq Turkiston masalasi to'g'risida suhbat elib bordi. Hidayatullah Oğuzxan bu uchrashishlarda Sharq Turkiston xalqi navbatda duch kelayotgan qiyinchilik masalalarini o'tirg'i qo'yish bilan birga Sharq Turkiston masalasini ilgari surish uchun bir qism taklif loyihalar to'g'risida muzokara elib bordi. Vatanimizda ikki maydon qonliq to'qinish yuz berdi. Xotanning Keriya nahiyasida 28 va 29 yanvar kunlari qonliq voqea yuz berdi. Voqeada Xitoyning yollanma saqchilaridan 3 nafari o'ldirildi va harakat elib borgan 3 o'smir fidoilardan 2 nafari shahid bo'ldi. Biri asirga tushib qoldi. Xotanning Keriya nahiyasida 28 va 29 yanvar kunlari qonliq voqea yuz berdi. Voqea Chira nahiyasining Bo'ston kenti va Keriya nahiyasining Langar yesining Yangiko'l kentida bo'lib, ikki maydonda davom qilgan. Vaqa tafsilotini vaqada vazifa ijro qilgan Langar yeza saqchixona xodimi Erkinasiya radiosi muxbiri Shuhrat Hushur apandimga so'zlab bergan bo'lib, vaqaning chiqish jarayoni bo'lsa, 2 nafar yordamchi saqchi va bir amallik xodimining 3 nafar fidoining oldin to'sqanligi va ularni saqchiga elib minishga uringanligi sababidan kelib chiqqan. Bu chaqda fidoilar pichoqliq hujum qilib 3 nafar Xitoy yollanma xodimlarini bo'g'izlab va chanab o'ldirgan. Ular vaqadan keyin saqchi avtomobilni elib naq maydondan uzoqlashgan. Fidoilarning 2 nafari atisi Langar yesining Yangiko'l kentida saqchilar tarafidan qo'rshavga elinib, etib shahid qilingan. 3-chi fidoi bo'lsa 30 yanvar saharda asirga tushgan. 3 fidoining ismlari bo'lsa Ömer Abdug'ani, Ömer Mehmet va Matselim Matkerim. Bu fidoilardan ikkisi 29 yanvar kuni tushda Langar yesining Yangiko'l kentida Xitoy qurolli qism alohida saqchi qatorliq bo'lib, jami 150 Xitoy tajovuzchi kuchlarining qo'rshavida qilib, Xitoyga taslim bo'lmasdan dadil holda Xitoyga qarab ilgirlagan. Natijada Xitoy tarafidan etib shahid qilingan. Saqchining aytishicha, u 2 yigit etilgandan keyin Qur'oni Karim o'qigan. Xitoyning havoga 3 poy o'q chiqarib, ularni taslim bo'lishga undishi, ularga so'z qilishi va etib tashlashi orasida o'tgan vaqt saqchining deb berishicha faqat 2 minut atrofida qisqa bo'lgan. Matselim Matkerim 2 saptishi bilan birlikda 3 yollanma saqchini o'ldirgandan keyin loyiqi issiga kelib 2 saptishdan ayrilgan. U oldi bilan o'zining 2 tuqqan bir qarindoshidan yordam talab qilib, onamga qarab qo'ygan. Ozroq non va pul bergan degandan keyin uning tuqqani ma'qul deb choy quyib berib, ishni sirtdan taqib etib saqchiga ma'lum qilgan. Buni bilib qolgan Matselim derazni chiqib qechib chiqib ketgan. Natijada u o'zi tunmaydigan bir dehqonning qazniq uyga yushirinchi kirib, bir kecha mo'kingan. U mo'kkan uydagi kishi atisi atdigan saharda bomdoddan keyin u yerda birining borligini sezib, yana sirtdan taqab qo'yib, ahvolni saqchiga ma'lum qilgan. Natijada Matselim Matkerim tirik qo'lga tushgan. Növbətdə bu 3 fidoiga chetilib, yana qancha kishining tutilganligi
va ularning oqibati hozircha ma'lum emas. Biz bu vaqtda jamoat arbobi Abduqodir Yapjan apandi bilan suhbat elib bordik. Suhbatning tafsilotini to'rimizdan ko'rib olasizlar. 3000 dan ortiq kishi Sharq Turkistonni qo'llash uchun yurish qildi. Turkiyaning Qaysari shahrida Ülkü Ocakları Teşkilatı'nın uyuşturucu bilen Sharq Turkistonni qo'llash faoliyati elib berildi. Sharq Turkistonni qo'llash uchun yurish qilish faoliyatiga Ülkü Ocakları Teşkilatı'nın Qaysari sho'ba raisi va a'zolari bo'lib 3000 dan ortiq kishi qatnashdi. Bu yurishga Millatchi Harakat Partiyasi Qaysari sho'ba raisi Mata aka qatorliq bir qism ommaviy tashkilotlarning raislarimi qo'llab qatnashdi. Qo'llarida oy yulduzlik ko'k bayroq va turk bayrog'i ko'targan faoliyatchilar Uyg'urlarni qo'llaydiganligini ifodalab, har xil shuar to'ladi. Ülkü Ocakları Qaysari markazining oldiga to'plangan faoliyatchilar Cumhuriyet maydonigacha yurish qildi. Faoliyatchilar maydonda Xitoy zulmiga bo'lgan noroziligini ifodalab, Xitoy bayrog'ini ko'ydirdi. Ülkü Ocakları Qaysari sho'ba raisi Selim Gümüş apandi bayonot e'lon qilib, Xitoyning 65 yildan buyon Sharq Turkistondagi 35 million Uyg'urlarga qarshi sistemalik bir shaklda besim, zulm va iskanca yurgizib kelayotganligini ifodaladi. Uyg'urlarning uylarining cheqilganligini, Böşükdagi bovoqlarning o'ldirilganligini bildirgan Selim Gümüş apandi mundaq dedi. O'zlarini qo'g'dash uchun qarshilik qilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz turmalarga tashlanmoqda. Savol so'roqsiz har turli iskanja qilinmoqda. Ölümge tashlab qo'yilmoqda. 2015-yili 1-yanvardan boshlab islom dinining butun amal ibodatlari cheklandi. U yerda mavjudligini qo'g'dash uchun kurash qilayotgan qarindoshlarimiz o'z vatanini tark etib ko'chishga majbur bo'lmoqda. Bulardan 367 Uyg'ur qarindoshlarimiz Taylandga qochib tutilib qoldi. Ular ochliq va kasallikka duch keldi, ammo hech kimning kori bo'lmadi. Bu qarindoshlarimizni Xitoy qaytarib berishni talab qilmoqda. Ular qaytarilsa o'limga mahkum bo'lganligi ma'lumdir. Bu zulm qilguvchilar qalbi toshga aylangan mal'ullardir. Ülkücü tashkilotning Türk millatparvarlarining Uyg'urlarning yenda ekanligini bildirdi. Faoliyatchilar Sharq Turkiston qon yig'layotidi, xabaringlar bormi degan xat yozilgan cho'ng plakatni ko'tarib shuar to'ladi. 3000 dan ortiq kishining qatnashishi bilan Sharq Turkistonni qo'llash uchun uyushtirilgan yurish qilish faoliyati hech bir voqea yuz bermasdan oxirlashdi. Türkiye-Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasi temasida yig'in o'tkazildi. İstanbulning Fatih rayoniga joylashgan Xo'ja Ahmad Yasaviy vakfining uyushtirishi bilan Türkiye-Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasi degan temada yig'in o'tkazildi. 2015-yili 2-yanvar 1-kuni yakshanba markaziy İstanbulning Fatih rayoniga joylashgan Xo'ja Ahmad Yasaviy vakfining uyushtirishi bilan Türkiye-Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasi degan temada yig'in o'tkazildi. Yig'inda Yevropa Asiya Türk Cemiyetleri Federasyasının raisi İsmail Çengiz, peshqadam yozuvchi professor Sultan Mahmud Qashqarli Uyg'urlar va Sharq Turkiston masalasi to'g'risida so'z qildi. Xo'ja Ahmad Yasaviy vakfining yig'in zalida ochilgan bu yig'inda Ismoil Chengiz Sharq Turkistonning tarixiy, jo'grafiyasi, strategik ahamiyati, yer osti va yer usti boyliklarini statistikalik ma'lumotlar bilan anglatgandan keyin Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan qiyinchilik masalalar to'g'risida to'xtaldi. Ismoil Chengiz Turkiya-Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Xitoyning iqtisodiy va siyosiy jihatda xalqaro bir cho'ng kuch bo'lishni xohlaydiganligini ko'ryapmiz. Xitoy Amerikadan qolsa dunyodagi eng cho'ng kuch bo'laman deydi. Xitoy mush shaklda davom qiladigan bo'lsa, oldimizdagi 5-10 yil ichida iqtisodiy jihatda Amerikaning oldiga o'tib ketadiganligi ilgari surilmoqda. Lekin harbiy jihatda texi aniq emas. Ammo Xitoy xalqaro kuch bo'lish uchun G'arbga yuzlanishi, G'arb bilan moslashishi kerak bo'ladi. Buning uchun Sharq Turkistonni harbiy baza qilib qo'llanishga majbur bo'ladi. Sharq Turkistonning yana bir ahamiyati bo'lsa, Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmanistondan setib olgan tabiiy gaz va neftlar truba liniyasi bilan Sharq Turkiston orqali Xitoyga yetkilyotadi. Ya'ni Sharq Turkiston cho'ng bir energiya liniyasining ustiga joylashgan. Shuning uchun Xitoy xalqaro kuch bo'lishni xohlasa, Qozog'iston va yoki Eron bilan strategik o'rtoqlik o'rnatib, Turkiya bilan hamkorlik o'rnatishga va Yevropaga echilishga majbur bo'ladi. Ismoil Chengiz so'zda Xitoyning O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonning tabiiy gaz va neft boyliklarining ko'p qismini setib olish va bu davlatlarga o'simsiz qarz berish orqali siyosiy va harbiy jihatda Shanxay hamkorlik tashkiloti nomi ostida bu davlatlarni ta'sir ostiga olganligini bildirdi. Ismoil Chengiz so'zda yana Sharq Turkiston Turkiya uchun muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bizning Turkiyami rayonlik va yoki xalqaro kuch bo'lishni xohlasa,
Sharq Turkiston masalasini o'zining tashqi siyosadagi asosiy masala deb qarab va bu masalani o'zining ustiga elish majburiyatini ado qilib turib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni taraqqiy qildirishi kerak dedi. Yig'inda so'z qilgan professor Sultan Mahmad Qashqarli Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan besim siyosatlarini Uyg'ur xalqining diniy besim, milliy madaniyat va til yoziq, ma'rif sohalarida cheklamaga uchrayotganligini, Xitoyning birdan-bir siyosatining Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilib yo'q qilishdan iborat ekanligini ifodaladi. 2 soat davom qilgan yig'in oxirida so'z qiluvchilarga Xo'ja Ahmad Yasaviy vaqti tarafidan tashakkur bildirib taqdirnoma taqdim qilindi. Oxirida yig'in ahli xotir rasmga tushdi. Sharq Turkiston davosining oqsoqollaridan Mehmet Qari Hacim vafot bo'ldi. Muhojiratdagi tunilgan Uyg'ur jamoat arbobi, tashkilotchi, diniy o'lima Mehmet Qari Hacim 1 fevral saharda Türkiye'nin Kayseri shahrida 90 yoshda vafot bo'ldi. Muhojiratdagi tunilgan Uyg'ur jamoat arbobi, tashkilotchi, diniy o'lima Mehmet Cantürk, Uyg'urcha ismi Mehmet Qari Hacim 1 fevral saharda Türkiye'nin Kayseri shahrida 90 yoshida bu dunyo bilan vidolashdi. Mehmet Cantürk 1950-yillarning oxirlarida Yakandan Afg'onistonga ko'chib chiqqan muhojirlardan bo'lib, 1965-yili BDT tarafidan Turkiyaga o'rnashtirilgan Uyg'urlar bilan birlikda Kaysarida istiqomat qilishga boshlagan. 1980-yillari Jiddi radiosining Uyg'urcha bo'limida vazifa o'tagan. U ayni vaqtda Qaysaridagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining qurg'uvchi raisi, shundaqla navbatdagi faxriy raisi edi. Barliqini Uyg'ur xalqiga xizmat qilishga beg'ishlagan Mehmet Cantürk hadis ilmlarida yetishgan bir diniy o'lima bo'lib, uzun yillar bo'yicha Qaysari Erciyes universitetining ilohiyat fakultetida dars o'tgan edi. Uning yana Muhammad Emin Bug'roning Uyg'urlarga oid bir qism maqola va kitoblarini turkchaga tarjima qilganligi ma'lum. Mehmet Cantürk 2015-yili 2-oyning 2-kuni dushanba peshin namozidan keyin Qaysarining tarixiy Hunat jamiasida jinoz namozi o'qilib, yerlikka qo'yildi. Jinoz namoziga Adolat va taraqqiyot partiyasi Qaysari parlament a'zolari Yashar Karayel va Ismoil Tamer, Ko'jisinon shaharlik hukumatning boshlig'i Mustafa Chalik, Milliyatchi harakat partiyasi Qaysari viloyatlik sho'basining boshlig'i Mata aka, Uyg'ur va turklardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Marhumga Allohdan rahmat va mag'firat tilaymiz. Yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. Oilasiga sabr va xotirjamlik tilaymiz. İstanbul'da Xitoy zulmiga qarshi axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan Anatoliya yoshlar jamiyati Zaytunburnu sho'basining uyushtirishi bilan Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmlarga qarshi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. 2015-yili 2-oyning 1-kuni Turkiyaning har qaysi shaharlarida sho'balari bo'lgan eng chong ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan Anatoliya gençlik jamiyati Zaytunburnu sho'basining uyushtirishi bilan Zaytunburnu 58-bulvar yo'l yanidagi maydonda Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmlarga qarshi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Axborot e'lon qilish yig'inida Anatoliya gençlik jamiyati Zaytunburnu sho'ba raisi Ismoil Yazar apandi va idora hay'at rahbarlari Saadet partiyasi Zaytunburnu sho'ba raisi Kamal Yilmaz apandilar bilan birga Uyg'urlar va turklar bo'lib, Sharq Turkistonga ko'ngil bildigan yuzlarcha kishi qatnashdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Anatoliya gençlik jamiyati Zaytunburnu sho'ba raisi Ismoil Yazar apandi Sharq Turkiston to'g'risida to'xtalib mundaq dedi: "Biz Anatoliya gençlik jamiyati bo'lish sifatimiz bilan har zamondagiga o'xshash yaqin atrofda va uzoq sharqda davom qilayotgan zulm, iskanja va surgun qilingan xabarlarni qotil va zolimlar yushirishga urinayotgan bo'lsa-mu, yuqori ovoz bilan zolimga qarshi vaqirashni davom qilamiz. Ovozimizni hech kim to'solmaydi. Qiyomat kishi bo'lgan orliqda haq bilan botil o'ttirsidagi kurashda maydonimiz qandoq badal to'lashdan qat'iy nazar hargiz o'zgarmaydi. Atrofimiz o't bilan kuyayotgan shu kunlarda Sharq Turkistondami zulm, iskanja va qirg'inchilik dunyoning ko'zi oldida sistemalik bir shaklda davom qilyotidi. Sharq Turkiston degan hamon bovimiz Mahmud Qashqari aqlimizga keladi. Ajdodlarimizning ruhini islom nuri yuritgan tuproqlar keladi. Dada Qo'rqut cho'chaklarida doston qilingan Qutadug'ubilik Turkiy tilla divoni, Atabatul haqoiq qatorliq nodir asarlar yozilgan jo'g'rofiya aqlimizga keladi. Sharq Turkiston degan hamon Uyg'urga o'xshash bo'lish ma'nosini ifodalaydigan Uyg'ur, ya'ni madaniyat degan so'z keladi.
madaniyatlik bo'lish Uyg'ur bo'lishdan keladi. Afsuslanarlik bilan bugungi kunda Turkiston degan hamon, Uyg'ur degan hamon aqlimizga mazlumiyat, mahrumiyat, iskanja va o'lim keladi. Bütün İslam dunyosidagi o'xshash Sharq Turkistonda zulm va ko'z yoshi hech tugmadi. İsmail Yazar Efendi söz yana Barin inqilobini, Xulji qatliamini, Urumchi qatliamini va 2014 yildagi Yakan qirg'inchiligini tilga olib o'tdi. Va bu qirg'inchiliklar necha o'nlagan qirg'inchiliklar ichidagi axborotga oshkorlanib qolganlari ekanligini ifodaladi. İsmail Yazar Efendi so'zining oxirida Turkiya xalqini Uyg'urlarni qo'llash va destaklashga chaqiriq qilib mundaq dedi. Biz Anatoliya yoshlar jamiyati bo'lish sifatimiz bilan butun ommaviy tashkilotlarni Türkiye xalqini Sharq Turkistondagi zulmga sukut qilmaslikka chaqiriq qilamiz. Xususan Türkiye Cumhuriyeti İslam Hamkorlik Tashkilotini va masalaga ko'ngil bildigan barliq davlat va tashkilotlarni Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakatga o'tishga chaqiriq qilamiz. Yıllardır gerçekleştirilen bu zulmü yapmış olduğumuz bu basın açıklaması aracılığıyla bir kez daha lanetliyoruz. Anadolu Gençlik Derneği olarak Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarını Doğu Türkistan'daki zulme karşı sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve bu zulme hassasiyet gösterebilecek tüm ülkeleri Çin hükümetine karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Malayziyada Sharq Turkiston masalasi o'ttirg'a qo'yildi. Malayziyaning Selangor shahrida ochilgan 12 navbatlik xalqaro islom dunyosi yoshlar uchrashuvi yig'inida Sharq Turkiston masalasi o'ttirg'a qo'yildi. Markaziy Istanbulda joylashgan Islom dunyosi ommaviy tashkilotlar birligi yoshlar bo'limining uyushtirishi bilan Malayziyaning Selangor shahrida 12 navbatlik xalqaro islom dunyosi yoshlar uchrashuvi degan nomda bir yig'in ochilgan bo'lib, bu yig'inga 30 davlatdan 200 dan ortiq yoshlar qatnashdi. Bu yig'inga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatiga vakolatan Abdusalom Taklamakan taklif bilan qatnashdi va yig'inda Sharq Turkistonning yaqinqi tarixi va hozirgi Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan qiyinchilik masalalarini anglatdi. Abdusalom Taklamakan yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda ilgari o'zi bilgancha zo'rlik bilan cheklab kelayotgan diniy faoliyatlarni 2015-yildan boshlab rasmiy qonunlashtirgan holda cheklashni yo'l qo'yganligini, buning bilan Sharq Turkiston musulmonlarining diniy erkinliklari cheklamaga uchrab, diniy ibodatlarni erkin holda elib borolmayotganligini, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlarini dinsizlashtirish va dindan yiroqlashtirish uchun qattiq besim qilayotganligini bildirdi. Bu yig'in 2015-yil 2-oyning 1-kunidan 6-kunigacha bir hafta davom qildi ekan. İslam dunyosi ommaviy tashkilotlar birligi dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarda a'zo tashkilotlari bo'lgan cho'ng tashkilot bo'lib, bu tashkilotga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati 2007-yildan buyon a'zo bo'lib, bu tashkilot bilan birlikda xizmat qilib kelmoqda. Türkiye Radyo Televiziya idorasining İstanbul boshliqligiga Uyg'ur tayinlandi. Türkiye'deki en küçük axborot organi bo'lgan Türkiye Davlatlik Radio Televiziya idorasining İstanbul boshliqligiga Sharq Turkistonlik Uyg'ur Dr. Abdulhamid Avshar tayinlandi. Biz bu ekranimizdan Dr. Abdulhamid Avsharning yangi xizmatini tabriklaymiz va bundan keyingi xizmatlarga utuq tilaymiz. Sharq Turkistonlik Uyg'ur ziyoli Dr. Abdulhamid Avshar TRT Türkiye Radio Televiziya idorasining İstanbul boshlig'i bo'lib tayinlandi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, TRT televiziyasi Turkiyaning davlatlik televiziya kanali bo'lib, har sohada 16 ayrim televiziya kanali bo'lib, 52 xil tilda har xil programma tarqatadigan davlatlik cho'ng televiziya idorasidir. Dr. Abdulhamid Avsharning Turkiya Radio Televiziya idorasining İstanbul mudiri bo'lib, bu muhim xizmatga tayinlanganligini qizg'in tabriklaymiz. Xizmatlarda utuq va muvaffaqiyat qozonishiga tilakdoshlik bildiramiz. Kasbiy mutaxassisligidan foydalanib, Sharq Turkiston xalqi uchun foydali xizmatlarda bo'lishini orzu qilamiz. Dr. Abdulhamid Avsharning qisqacha tarjima holi tuvandikicha. U 1964-yili Sharq Turkistonning Yakan shahrida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta maktabni Qaysariyda tugatgan. 1986-yili Marmara Universiteti Nashr axborot fakultetining radio televiziya bo'limini a'lochi o'qib bitirgan. 1997-yili İstanbul Universiteti Siyosiy bilim fakultetining siyosiy bilimlar bo'yicha aspirantlikni bitirgan. 2010-yili İstanbul Universiteti Siyosiy bilim fakultetining
xalqaro munosabatlar bo'limida xalqaro munosabatlarda jamoat fikri paydo qilish jarayoni va Turkiya Ozarbayjon munosabatlari ulgusi degan temada yozgan ilmiy maqolasi bilan doktorlik unvoniga erishgan. Doktor Abdulhamid Avshar 1985-yili 86-yillarda Yeşilçam film şirketida xizmat ishlagan. 1987-yili film ishlaguvchi imtihondan o'tib, Turkiya radio televiziya idorasida xizmat boshlagan. O'xshamagan drama, madaniyat va urf-odatlarga aloqador filmlarni ishlashdan sirt, yana ko'plagan hujjatli filmlarni ishlagan va rejissyorlik qilgan. Hujjatli filmlarning tekstini o'zi yozgan. Chet ellarda ochilgan o'xshamagan yig'inlarda Turkiya radio televiziya idorasiga vakil bo'lib qatnashgan. Doktor Abdulhamid Avshar 2004-yildan 2007-yilgacha Turkiya radio televiziya idorasining Bakudagi vakili bo'lib ishlagan. 2006 va 2007-yillarda Ozarbayjon Turkiya savdo sanoatchilar jamiyatining bosh maslahatchisi bo'lib ishlagan. Yaqinqi zaman tarixiga aloqador ishlagan hujjatli filmlari munosabati bilan Turkiya Yozuvchilar birligi tomonidan yilning eng yaxshi hujjatli film ishlaguvchisi bo'lib baholanib mukofotlangan. 2007-yili Bakuda Turkiya radio televiziya idorasining vakili bo'lib xizmat qilish jarayonida Turkiya Ozarbayjon munosabatlarining yaxshilanishiga hissa qo'shgan kishi bo'lib baholanib, Baku Osiyo universiteti tomonidan faxriy doktorlik unvoniga erishgan. Bir partiyaning taqilishida matbuotning roli erkin Cumhuriyet armiyasi Turkiyaning mustaqillik urushida Ozarbayjon turklari ziyolilarning ko'zida Ozarbayjon xotirasi qatorliq kitoblarni yozgan bo'lib, Doktor Abdulhamid Avsharning Sharq Turkiston va Uyg'ur turklariga aloqador ko'plagan ilmiy maqolalari xalqaro va davlatlik gazet jurnallarida e'lon qilingan. Abdulhamid Avshar Uyg'urcha, inglizcha, turkcha, tatarcha va Ozarbayjon tillarini yaxshi bildi. Osmanlı yiziqi va kirilik harflarini bemalol o'qiy oladi. Doktor Abdulhamid Avshar hozir Turkiya Jurnalistlar jamiyati, Jurnalistlar komiteti, Jurnalistlar birligi deganga o'xshash kasbiga aloqador jamiyatlarning a'zosi, shundaqla Sharq Turkiston vaqfining muavin raisi. U hozir 3 farzandning dadasidir. Doktor Abdulhamid Avshar Sharq Turkiston masalasi to'g'risida davomli ilmiy maqola yozib kelayotgan bo'lib, uning yaqinda 2014-yilda Sharq Turkiston degan temada 3 qismliq ilmiy maqolasi e'lon qilingan. Xitoy elchixonasi oldida 5 turk 5 fevral G'ulji voqeasiga norozilik bildirgan 5 nafar turk ijtimoiy taratqularda zilzila paydo qildi. 5 fevral G'ulji voqeasiga norozilik bildirish uchun Sardarxon ismli turk yoshning tashkillashi ostida Xitoy elchixonasining oldiga chiqib namoyish o'tkazgan 5 nafar turk ijtimoiy taratqularda qiziq temaga aylandi. Ularning ko'k bayroqni ko'tarishib, Xitoy bayrog'ini ko'ydirib tushgan rasmlari keng tarqaldi. Bo'libmi biz 5 kishi emas, balki 5 million Anqaralikning Xitoyga qarshi norozilik sadosimiz. Biz bu norozilikni bildirishda orqamizdan kim kelar, bizni qo'llaydiganlarning soni qanchalik bo'lar deganlarni qat'iy o'ylab baxmadik. Vijdonimizning sadosiga quloq soldik degan so'zlari ijtimoiy taratqularda alohida g'ulg'ul qo'zg'adi. Suriya masalasiga Xitoy bilan Rossiya to'sqinlik qilmoqda. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Birleşken Devletler Teşkilatı'da Suriye meselesinin hal buluşuğa fakat Xitoy bilan Rossiyadan ibaret ikkili devlet to'sqinlik qilmoqda dedi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Erdoğan xalqaro organlarni adolatga chaqirdi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Birleşken Devletler Teşkilatı qatorli xalqaro organlarning elib berayotgan xizmatlarining adolatdan mahrum ekanligini aytdi. Erdoğan Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashida rad qilish huquqiga ega 5 a'zo davlat yo'l ochayotgan adolatsizlik va nohaqchiliklar ustida to'xtalib, dunyo 5 davlatdan buyukdir. Sizlar 196 davlatni 5 davlatga mahkum qila olmaysizlar. Bunda qilishga hech kimning haqqi yo'q dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida musulmonlarga vakillik qildigan va rad qilish huquqiga ega hech bir davlatning yo'qligini ta'kidlagan Erdo'g'an, bu ahvolda biz hargizmi dunyoda adolat bor deya olmaymiz dedi. Erdo'g'an yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Suriyada Asad hukumat tomonidan elib berilgan qirg'inchiliklarga sukut qilib turib olganligini qattiq tanqid qildi va mana hozir 350 ming inson o'ldirildi. 7 million inson uy makonlaridan va butun bor yo'qidan ayrildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu masalaning hal bo'lishiga faqat Xitoy bilan Rossiyadan iborat ikkili davlat to'sqinlik qilmoqda dedi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan oxirida 1-Dunyo urushidan keyin shakllangan vaziyatning hozirgi chog'dami hokim o'rinda turaversa bo'lmaydiganligini hamda bu ahvolning cho'qim o'zgarishi kerakligini bildirdi.
Hörmətli televizor görüşlər, şunda qılıb bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qıtımqı proqramımızı görüşkəcə sizlərni Cənab-ı Allah'a tapşırırız. Assalamu alaykum və rahmetullah.